obunachilar, sizlar bilan men bugun Counter Strike o'yinini o'ynab ko'ramiz. O'zi avvallari o'ynaganman. Esingizda bo'lsa, kecha ham video chiqqan. Uni ham o'tib ko'rishinglarga maslahat beraman. Video tugagandan keyin oldingizda chiqib turishi mumkin. Agarda xo'sh. Men 3 ga 1 urishmoqchiman. Mana shu yerda. Mana shunday qilamiz va 3. Tanlaymiz. Bularda 3, meni bir o'zim. Va men mana bunday pistoletni olib olaman. Xo'sh, obunachilar, qo'llar mana shu yerda bo'lishi mumkin. Xo'sh, mana bu yerga chiqib borgani yo'q hech qaysi. Ertalabdan ko'zimni ochganimdek 8:56 o'tganda videoni olib boshlayapman. Men bar degan bear degan bu men olmoqchi edim. Hamma bu ham zo'r pistolet, kuchsiz pistolet emas. To'g'ri o'ldiryapti, ko'ryapsizlar. Ularda ham bitta, menda ham bitta qoldi. Ana shuni oldirib olsam. Hozir ana. Bo'lmasa mana ketdi-da. Qo'y bilan. Zo'r pistolet bor ekan-da, uni olmaman. Voy, esimdan. Xo'sh. Agar qanchalik bo'lsa mana nima bor. O'zini bo'lsin, bo'lsin. Zo'r yordam ber. Voy, Belelet. Mana shunaqa pistolet kerak. Bizga. Vay! Ana shunaqa pistolet kerak bo'lib turgan paytda iltimos. Olmadi-da. Nima bu hozir? Yolg'on bu, boshqacha ma'noda bo'ldi. Xo'sh. Mana bunday pistolet olaman men. Aniqrog'i qurol. Tomog'im ham ovozim boshqacha bo'lib turgan bo'lishi mumkin. Sizlar uchun to'xtaylar-da. Men bilan yo'q kerak, men bilan. Bende esdan chiqdi-yu. Boya o'ynayotdim, o'shanda o'chirib qo'yganman. O'sha boyadan beri esimga tushmabdi. Hoppana, zo'r ketmoqda. Biz zo'r o'ynayapmiz. Va ulgurmadim. Ko'rdim
hovlidagi pistoletni. Kerak bo'lgan pistolet edi. Oğlum. Oldu. Kalkalım aşağıda. Oturdum öyle kaldı. Oğlum. Nasıl kaçtıydı? Hemen. İki malzemeden pistolet oldu. Kanalını Kimlikte store. 3 2 1 Cipo 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 Pip 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 pop pip papa pop pip pip papa pip papa pop pip pop pip pop pip papa pip pop papa papa pop papa pip papa pop pip pop pip papa pop pip pop papa pip papa pop papa Poppy poppy papa poppy 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 papa video canım hop Hamay Tum sağır Tat Maşım kırıcı paydı Sıletini kurarken de Şarke degan bola esi yo'q edi-yu, qo'shiq o'qiramiz biz. Yo'q, qanaqa qitarala baralla. Yo'ydi. Sakkizta joni qopti. Mayli o't dedi. Bitta o'tmasdan berdi. Keyin o'ti boshladi. O't dedi. Voy bilim. Nima? Voy. Olmayapti obunachi. Bilim. Yoki osh yo'qdik. Futbolni ko'rganmisizlar? Futbolga ko'radiganlar bu joyi qiziq bo'ladi. Futbolni ko'rmaydiganlar bo'lsa chiqib ketaversin. Biz sizlarga o'ynab beramiz hozir. Futbol. Men futbolni masalan juda ham ko'p yoqtiraman. Juda ham menga yoqadi. Hozir bir necha kompyuter bilan o'ynaydiganlardan qiyinini o'ynab ko'rsatib beraman sizlarga. Va albatta birinchi bo'lib penaltini tepaveramiz. Kim bilsa bu o'yinda penalti bor. Xo'sh, tanlanglar. O'ng yoki chap. Menga esa chap tomonni tanlayman. Oppa, zo'r. O'rtaga taraf qildi. Bitta qolgan ekan. Butti, Messi berdi. Bir boshidan boshlab kelsa, bittagina berdi. 15 ta sovg'a berdi. Va bu 15 ta bo'lib hisoblandi, aytdim-ku. Xo'sh, buni sanab chiqamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ta. 30 75 tanga bo'ldi.
25 tangadan 75 tanga. Xo'sh, mana bu yerda hech narsa yo'qmi? Bor ekan. Bitta olib qo'ydik. Hech narsa qolmaydi. Kompyuter bilan o'ynamaymiz. Aytib qo'ydim. Mana buni mana bu yerga tanlaymiz. Nega komanda tushdi o'zi ham? Turkmanistonni tanlaymiz. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6-sini o'ynaymiz. Xo'sh. Eng qiyini boshlan. Xo'sh. Turkmanistonga qarshi Uga degan komanda bor. Futbolchi emas u bularning hammasi. Mana bitta bor ekan. Aradaga qo'yamiz mana. Yamalni chiqaramiz mana bitta. Yamal. Lewandowski'ni. Himoyaga qo'yib qo'yamiz. Yamal himoyada-yu. To'xtaylar. Zo'r turibdi. Qayerda o'ynaydi? Bo'lmaydi bu. Neymar qayerda o'ynaydi? Mana buni o'rniga ko'chirsam, yetib o'ltirarsan. Hop, yana futbolchi emaslar bormi? Mana bor ekan mana bu yerda. Pedrini olib chiqamiz himoyaga. Yamal bilan qo'shilib Mbappeni olib chiqamiz himoyaga. 2774 bo'ldi. Ketsin. Nima bo'ldi? Oldimi o'yna bilmayman. Birinchisini tanla deyapti bu mana bu yaramas. Birinchisini tanlab balo bormadi. Xullas mamanga kiramiz va mamani tanlaymiz. Mana bu bo'ladi. Mana bu normalniy bo'ladi. Xo'sh, unut. Menga kerakli futbolchi bo'pti-yu. Yamalni chiqarish kerak. 31 bo'lib qoldi endi. Pedri. Gorishga qo'ysammikin Yamalni? Yamal zo'r o'ynaydi-da. To'xtanglar-da. Xo'sh, mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Mana varataga 66. 3066. Yamal nesa? Yamal qan? Yamal Junior bor, lekin Yamal yo'q. Yamal menimcha tepada. Mana Yamal qarg'uch bo'lib qolar ekanda. Mayli, ketdik. Baratani sada birini rasata qo'yana. Bo'lmaykan. Yana mashamdalaymiz, yana mamanda. Komanda zo'r. Normalniy.
nima dedi bu qog'oz? Bo'ldi, ana kirdi-yu. Kirsa bo'larkan-ku. 9dan 10 o'tdi, ko'rishinglar mumkin. Yes. Yes. Normal, ne bo'ladi? Bo'ladi. Formalarni alishtir. Mana yo'qyapti menga. 12 mana bu blok qolsin. 12 esa mana bu blok qolsin. Men o'zaman. Zo'r. Komandaga Kurtuval. Varadagi Kurtuval. Haqiqiy Kurtuval. Agar mana shuni yutsak, mana shuni 7-4-5 kerak. Mana buni aniq yutishimiz mumkin. Chunki bo'lmaydigan komandani bilmayman ismini. O'zi boshqa beradi. Yo'q, bu oson ekan yutish, oson ekan. Osonlardan bu. Men tepam. O'nto'rtdan olgacha chiqamiz. Yo'q bitta. Nima bo'lardi? Bo'lmadi. Voy, молодец. Deganimda ishtirok bermaydi. Nimaga sariq qizil berib o'tirmadi? Nima bor dedi, vaqtim ketdi deb o'ylandi. Himoyachilarni oldiga tushdi, menimcha tomosha qilib o'tirganman. Vip! Bu qaytarish bo'lmoqda. Kurtuval qaytarishini qaranglar. Chipu qaytarishini qaranglar. Jip bola jip. Varatani orqasiga o'tdi-da. Orqasiga o'tsa. Nima edi u qoidaning ismi? Nima edi? Upside bo'lardi. Bu yiqilmadi, ishtirabmas. Peki. Chalmadi. Menga qizil kerak edi. O'zimni qiynab nima qilasan desa, qizil olib desanglar baribir yutqizadi. O'shanasan. Jinnimi bu? Vay. Hammasi yaxshi. Bo'lmadi. Yaxshi, hali bor kuch. Yaxshi. Video qo'yib turadi. Hammaga xayr, keyingi video chiqadi. Keyingi videoda ko'rasizlar davomini. Yana qo'yib qo'ydi. O'zi o'ynayapti. Xayr hammaga.